Assalomu alaykum azizlar. Shifokor ya'ni vrach bo'lganim uchun sutni foydali ta'sirini meditsina ya'ni fan orqali xalq tilida tushuntirishga harakat qilamiz. Sut juda katta tema bo'lgani uchun biz sizlar bilan faqat qaymog'i olinmagan sut va qaymog'i olingan sut mahsulotlarini qaysi biri foydaligi haqida meditsina ya'ni fan yo'li bilan tushuntirishga harakat qilamiz. Tabiat hamma narsani mukammal qilib yaratganini hamma yaxshi biladi. Shundoq ekan, tabiat sutni ham mukammal qilib yaratgan va unga qaymoq ham qo'shib qo'ygan. Sut qaymog'ini tarkibida xalq tilida aytganda yog' ya'ni saryog', yog'da eruvchi vitaminlardan vitamin A, D, E, K, yana fosfolipidlar va boshqa moddalar bo'lib, vitaminlar immunitetni ko'tarilishiga sabab bo'ladi. Fosfolipidlar xalq tilida aytganda yog'ga o'xshash modda. Yana sutni tarkibida mikro va makro elementlardan kalsiy, fosfor va boshqa bir qancha moddalar bor. Agarda sutni qaymog'i olinsa, organizm uchun zarur bo'lgan qaymoq tarkibidagi vitamin va boshqa moddalarni ham olib qo'yadi. Natijada immunitetni oshishiga qaymog'i olingan sutni ta'sir kuchi pasayib ketadi. Endi farmakologiya kitobi bo'yicha sut qaymog'i tarkibidagi moddalarni organizmga ta'sirini o'rganib chiqamiz. Birinchi, sut qaymog'i tarkibidagi vitamin A xalq tilida aytganda qondagi leykotitlarga ta'sir qilib, leykotitlarni qondagi zaharlarni yutib yuborish qobiliyatini oshiradi. Fan tilida esa buni fagositoz deb ataladi. Demak, qonni zaharlardan tozalanishida vitamin A ham qatnashar ekan. Vitamin A immunitetni bir turini oshishida muhim hisoblanadi. Yana vitamin A ko'zni ko'rishida ham qatnashishini shifokorlar yaxshi biladi. Vitamin A ni foydali taraflari ko'p. Ikkinchi, sutni qaymog'i tarkibidagi vitamin D organizmga kalsiyni so'rilishi uchun kerakli vitamin hisoblanadi. Kalsiy moddasi sut tarkibidagi yog', jigar o't qopidan ajralib chiqqan o't sug'uligi, ya'ni uchtasi bir-biri bilan hosil qilgan murakkab birikma hosil qilgandan so'ng vitamin D ta'sirida organizmga so'rilishini shifokorlar yaxshi biladi. Demak, yana qaytarib aytamizki, sutni qaymog'ini tarkibidagi yog' va vitamin D ta'sirida kalsiy organizmga so'rilar ekan. Uchinchi, sut qaymog'i tarkibidagi vitamin E xalq tilida aytganda ko'payish vitamini hisoblanadi. Ko'payish so'zini ma'nosi hujayralarni ikkiga bo'lib ko'payishi hisoblanadi. Misol uchun, qondagi eritrotsitlarning bo'linib ko'payishi yoki boshqa misol keltirsak, insonni qayeri kasal bo'lsa, shu joydagi o'lgan hujayralarning o'rniga yangi hujayralar hosil bo'lishi uchun bo'linib ko'payishi. Demak, vitamin E ham organizm uchun juda zarur vitamin hisoblanadi. To'rtinchi, sut qaymog'i tarkibidagi vitamin K qon ivishida muhim hisoblanadi. Vitamin K bo'lmasa, qon to'xtamaydi. Beshinchi, sut qaymog'i tarkibidagi fosfolipidlar esa organizmda xolesterinni to'planishini oldini olishini shifokorlar yaxshi biladi. Ortiqcha xolesterin organizmga ta'sir qilishini hamma yaxshi bilgani uchun bu to'g'risida ma'lumot bermadik. Akademik Karimov ham Sog'lom ovqatlanish salomatlik mezoni 2015-yil kitobida yosh kattalarga qaymoq yoki smetana berish kerakligini tushuntirib o'tgan. Demak, fosfolipidlar
organizm uchun juda muhim hisoblanadi. 6. Sut tarkibidagi oqsillarni organizmga foydali ta'sirini hamma yaxshi bilgani uchun bu to'g'risida ma'lumot bermadik. Misol uchun, sut tarkibidagi lakta-albumin, lakta-globulin oqsillari. Demak, sutni tarkibidagi qaymoq inson immunitetini oshirish uchun juda muhim hisoblanadi. Siz azizlarga fan yo'li bilan qaymog'i olinmagan sutni organizmga bo'ladigan ta'sirini qisqacha qilib tushuntirishga harakat qildik. Fikr va mulohazalaringizni kommentariyada yozib qoldirsangiz xursand bo'lamiz. Sut mahsulotlari to'g'risidagi ma'lumotlarni meditsinada o'qiladigan kitoblardan Akademik Karimov Sog'lom ovqatlanish salomatlik mezoni 2015-yil, Mixaylov Kultura питания и здоровье семьи 1987-yil 34-bet, Azizova farmakologiya 2000-yil, Sobirova bioximiya 2020-yil 205-226-bet, Shayxova ovqatlanish gigiyenasi darslik va boshqa meditsinada, ya'ni tibbiyotda o'qiladigan kitoblardan foydalandik. Sut mahsulotlari uchun jami 14 ta kitobdan foydalandik.